Assalomu alaykum. Carvil kompaniyasining qadrli obunachilari. Bu bola mana bagajga nimalar taxlab qo'ygan shu qorli havoda deb o'ylayotgandirsizlar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlarga manfaatli informatsiyalarni beramiz. Bu bagajga taxlab qo'yganlarimiz Carvil Racing brendimizning 5 xil ko'rinishdagi antifrizlari bo'ladi. Qorli havoda nimaga antifriz reklama qilayotganimni o'zingizlar bildinglar-ku. Bu 5 xil antifrizimizning har bittasining o'zining xususiyatlari bor. Shuncha ob-havoda shu antifrizlarimizni maqtadi, reklama qildi. Kilometrlargacha garantiya beradigan antifrizlarimiz bo'ladi. Videoning oxirida endi aksiya beramiz shu antifrizlarga. Imini qish kelganda antifrizlarga aksiya beramiz. Yozda emas. Shuncha reklama qildi, aksiya qilamiz dedi. Endi bizning Carvil Aziya Instagram sahifamizda yilning oxirigacha 50 mingta bo'lsa, 5 ta avtomobil farqi yo'q. Inomarka bo'ladimi, xoh Xitoy avtomobili, xoh JM avtomobili bo'ladimi? 5 ta avtomobil tanlab olamiz va ularga antifriz hadya qilamiz. Bu antifrizlarimizni onlayn marketplace'lar, uzun marketga kirib, Carvil Racing deb yozsanglar, bizning antifrizlarimizni, smaskalarimizni, hamma mahsulotimizni uzun market chiqarib beradi va uzun market orqali kelgan Nasiya savdoga ham olsanglar bo'ladi.